Mana bu yerda ikkita bola e'tibor bilan qaraysiz. Ikkalasi ham formada ko'rasiz. Bunisi hozir sekin orqaga o'tadi-da, qarang. Mana bu oldi birinchi raqamli bola pastga o'tiradi. O'tirgandan keyin nima bo'lishini hozir ko'rasiz. Biroz e'tibor bilan qarab turing. O'tirdi o'sha. Qarang, ketdi. 1, 2, 3. O'yini sindi ko'rasiz. Ikkinchi kadrdan ko'ramiz. Qarang. Bu holat qanaqa bo'ldi? Men sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Zikr 7X mashinasida mana bunaqa bitta tortsanglar, o'ynani shunday otib olar ekan. Bu yoqda o'zini ko'rasizlar, mixga o'xshagan uchli narsasi bor. Klientga yetdi, aka yetdi. Mana shunday holatsi. Ha, aftisinga ishonaman. Qazodi ukamdilar. Yaxshi настроенiyada xayrlashdilar. Oyna nalichida bor. Biz yangi oyna qo'yib beramiz. Bunga polniy kuzov vitsindan uramiz. Haftisin jamoasi ham xato qiladi. Bu video nima uchun olinyapti? Qachondir qaysidir ustalarimizni palon pulga tushmasligi uchun bu video qilinyapti. Bu videoni hamma ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Bizga mana shu xato necha pulga tushdi? Kommentariy yozib qoldirasizlar. Mehr ko'zda, dil xirali bo'lmasin.